Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun amaliy matematika fanidan ikkinchi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuimiz chiziqli tenglamalar sistemasini Kramer va Gauss usullarida yechish. Bu mavzuimiz bo'yicha rejalarimiz Kramer usuli, Gauss usuli, chiziqli tenglamalar sistemasini Jordan-Gauss usuli bilan yechish. Avvalo chiziqli tenglamalar sistemasiga ta'rif berib o'tamiz. N noma'lumli m ta chiziqli tenglamalar sistemasi deb quyidagi ko'rinishdagi sistemaga aytiladi. A11 x1 plus A12 x2 plus va hokazo plus A1n xn teng b1 va hokazo AM1 x1 plus AM2 x2 plus va hokazo plus AMN xn teng bm. Mana bu bir raqami bilan belgilab qo'ygan tenglamalar sistemamiz n noma'lumli m ta chiziqli tenglamalar sistemasi deyiladi. Bu yerda AIJ va BI berilgan va ixtiyoriy o'zgarmas sonlar bo'lib, AIJ sonlari sistemaning koeffitsentlari deyiladi, BI esa ozod xatlari deyiladi. Bu sistemada XJ noma'lumlar bo'lib, ularning qiymatlarini topish talab etiladi. Endi chiziqli tenglamalar sistemasini AIJ koeffitsentlaridan tuzilgan to'rtburchaklik A matrisani XJ noma'lumlar va BI ozod xatlardan hosil qilingan x va b ustunli matrisalarini kiritamiz. Mana quyida A matrisa deb chiziqli tenglamalar sistemasini xlar noma'lumlar oldidagi koeffitsentlardan tuzilgan matrisani tuzdik. X matrisa deb x1 dan xn gacha bo'lgan noma'lumlardan tuzilgan ustun matrisa, B matrisa esa ozod xatlardan tuzilgan ustun matrisalar. Unda matrisalarni ko'paytirish amalidan foydalanib, sistemani ixcham va qulay bo'lgan quyidagi matrisaviy ko'rinishda yozish mumkin. AX teng B. Bu yerda A, B'lar oddiy sonlar emas. Yuqorida ta'kidlaganimizdek A matrisa, X ham ustunli matrisa, B ham ustunli matrisa. A matrisaga X matrisani ko'paytirsak, B matrisaga teng bo'ladi. Bu chiziqli tenglamalar sistemasini ifodalaydi. Ta'rif: agar chiziqli tenglamalar sistemasi hech bo'lmaganda bitta yechimga ega bo'lsa, u holda bu sistema birgalikda deyiladi. Agar yechimga ega bo'lmasa, sistema birgalikda emas deyiladi. Birgalikdagi tenglamalar sistemasi yagona yechimga ega bo'lsa, uni aniq sistema deyiladi. Bittadan ortiq yechimga ega bo'lgan sistemani esa aniq emas tenglamalar sistemasi deyiladi. Matrisalar usulini ko'rib chiqamiz. Bu usulda sistemaning matrisaviy ko'rinishda yozilgan yuqoridagi 4 raqam bilan belgilangan ifodadan foydalaniladi. Bunda RA teng n shartdan sistemaning n-chi tartibli A matrisa maxsus emas ekanligi kelib chiqadi. Chunki matrisa rangi ta'rifga asosan delta teng modul A 0 dan farqli bo'ladi. Bu holda A matrisaga teskari matrisa A-1 mavjud va 4 matrisaviy tenglamalarning ikkala tomonini unga chap tomondan ko'paytirish mumkin. Natijada teskari matrisa ta'rifi va birlik matrisa xossasidan foydalanib ushbu formulani hosil qilamiz. AX teng B bundan kelib chiqadi. Bu tenglamani har ikkala tomoniga chap tomondan A-1 teskari matrisani ko'paytiradigan bo'lsak, teskari matrisaning xossasidan foydalangan bo'lsak, A-1 A E birlik matrisa bo'ladi. EX teng A-1 B bo'ladi. Bundan esa har qanday matrisani birlik matrisaga ko'paytirsa o'zi hosil bo'ladi. Bundan esa x teng A-B B bo'ladi. Ya'ni tenglamalar sistemasini yechish uchun A matrisaga teskari matrisani topib, uni B matrisaga ko'paytirish kerak bo'ladi. Misol, ushbu tenglamalar sistemasini matrisa usulida yeching. Mana 3 noma'lumli 3 ta tenglamalar sistemasi berilgan. Buni yechish usuli ko'rsatilgan. Dastlab sistemaning A matrisasini yozib, uning determinantini hisoblaymiz. Mana A matrisa deb tenglamalar sistemasidagi noma'lumlar oldidagi koeffitsentlardan tuzilgan matrisani tuzib oldik. Delta esa shu A matrisaning determinanti. Uni hisoblab chiqsak 43 chiqdi. 43 0 dan farqli. Endi formula bo'yicha noma'lumlardan tuzilgan X ustun matrisani aniqlaymiz. X ustun matrisa 3 noma'lumli tenglama bo'lganligi uchun x1, x2, x3 dan iborat. Bu esa A-1 B edi. Mana bu joyda A matrisiga teskari matrisani hisoblab chiqdik va B matrisaga
ko'paytiryapmiz. Natijada ustunli matrisa hosil bo'ldi. Elementlar esa 1, -2, 3. Demak, sistemaning yechimi x1 teng 1, x2 teng -2, x3 teng 3 bo'ladi. Shunday qilib, matrisalar usuli har qanday n noma'lumli n ta tenglamalar aniq sistema yechimini oddiy va ixcham ko'rinishdagi 7 formula bilan ifodalash imkonini beradi. Bu formula nazariy tadqiqotlar uchun qulaydir, ammo n oshib borishi bilan uning amaliy tatbiqi murakkablashib boradi. Bunga sabab shuki, bu holda A-1 teskari matrisani topish uchun yuqori tartib determinantlarini hisoblashga to'g'ri keladi. Bu esa ancha hisob-kitoblarni murakkablashtiradi. Tenglamalar sistemasini yechishning Kramer formulalari usuli. Ta'rif: chiziqli tenglamalar sistemasining yechimini asosiy va yordamchi determinantlar orqali ifodalovchi texniklar Kramer formulalari deyiladi. Kramer usulining afzalligi shundan iboratki, u orqali sistemaning ma'lum bir noma'lumlarini ham, masalan, faqat x1 yoki x2 noma'lumlarini topish mumkin. Ammo bu usul ham eng katta bo'lganda yuqori tartib determinantlarni hisoblashni taqozo etadi va shu sababli uni amalda qo'llash katta qiyinchiliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Kramer formulalarini n teng 2 hol uchun yozamiz. Bunda chiziqli tenglamalar sistemasi quyidagi ko'rinish oladi. Asosiy va yordamchi determinantlarni tuzib chiqamiz. Asosiy determinantlar deb mana noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlardan tuzilyapti. Hop, D1 determinant deb x1 noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlar o'rniga ozod xatlarni qo'yapmiz. Delta 2 deb x2 noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlar o'rniga ozod xatlarni qo'yapmiz. Va Kramer formulasini yozamiz. x1 teng delta 1 taqsim delta, x2 teng delta 2 taqsim delta ko'rinishda bo'ladi. Shunga o'xshash n teng 3 bo'lganda sistema quyidagi ko'rinishni oladi. Bu yerda hammani asosiy determinantlar va yordamchi determinantlar tuzib, endi noma'lumlar 3 ta bo'lganligi uchun x3 ham qo'shiladi. x3 teng delta 3 taqsim delta ko'rinishda bo'ladi. Misol ko'ramiz. Ushbu 3 noma'lumlik chiziqli tenglamalar sistemasini Kramer usulida yeching. Mana 3 noma'lumlik 3 ta tenglamalar sistemasi berilyapti. Yechish: asosiy determinant va yordamchi determinantlarni hosil etamiz va hisoblaymiz. Delta asosiy determinant -7 chiqyapti. Delta 1 ham -7, delta 2 6, delta 3 -4. Bularni mustaqil ravishda determinantlarni hisoblab ishonch hosil qilishlari mumkin. Kramer formulalariga asosan sistemani yechimlarini yozamiz. x1 teng delta 1 taqsim delta, ya'ni -7 taqsim -7 bo'lib 1 chiqyapti. x2 teng -6 taqsim 7, x3 teng 4 taqsim 7 chiqyapti. Tenglamalar sistemasini yechishning endi Gauss usulini ko'rib chiqamiz. Ta'rif: agar ikkita chiziqli tenglamalar sistemalarining yechimlari to'plami o'zaro teng bo'lsa, ular ekvivalent yoki tengkuchli sistema deyiladi. Teorema ko'ramiz. Agar sistemaning ikkita tenglamalari o'rni o'zaro almashtirilsa yoki ulardan biri ixtiyoriy lambda songa ko'paytirilib, boshqa bir tenglamasiga qo'shilsa, natijada berilgan sistemaga ekvivalent sistema hosil bo'ladi. Gauss usulining matrisalar va Kramer usullaridan afzalliklari quyidagilardan iborat. Birinchisi, bu usul yuqori tartib determinantlarni hisoblashni talab etmaydi va faqat arifmetik amallar orqali bajariladi. Ikkinchisi, bu usulni deyarli yuqorida ko'rsatilgan ko'rinishda amalga oshirib, ixtiyoriy chiziqli tenglamalar sistemasini, jumladan noaniq sistemalarni ham yechish mumkin. Uchinchisi, bu usul sodda hisoblash algoritmiga ega bo'lib, uni kompyuterda amalga oshirish oson. Misol ko'ramiz. Ushbu sistemani Gauss usulida yeching. Mana 3 noma'lumli tenglamalar sistemasi berilyapti. Hop. Birin-ketin noma'lumlarni yo'qotish usuli bilan yechishni boshlaymiz. Birinchi qadam: sistemaning 2 va 3 tenglamalaridan x1 noma'lumni yo'qotamiz. Kasr sonlarga kelmaslik va bu orqali hisoblashlarni soddalaштirish maqsadida uni quyidagicha amalga oshiramiz. Dastlab birinchi tenglamani ikkala tomonni -3 soniga, ikkinchi tenglamani esa 2 soniga ko'paytirib, ularni o'zaro qo'shamiz. So'ngra birinchi tenglamani ikkala tomonni -2 songa ko'paytirib, hosil bo'lgan tenglamani 3-chi tenglamaga qo'shamiz. Natijada quyidagi ekvivalent sistemaga kelamiz. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda tenglamalar sistemasida ikkinchi va 3-chi tenglamalarda x1 noma'lum yo'qotildi.
Ikkinchi qadam. Oldingi qadamda hosil qilingan sistemaning ikkinchi tenglamasini -8 soniga, uchinchi tenglamasini 17 soniga ko'paytirib o'zaro qo'shamiz. Natijada quyidagi tenglamalar sistemasi hosil bo'ladi. Dastlab bu uchburchakli sistemaning uchinchi tenglamasidan x3 teng 3 ekanligini topamiz. So'ngra bu natijani sistemaning ikkinchi tenglamasiga qo'yib, undan x2 teng -2 ekanligini aniqlaymiz. Yakuniy qadamda esa x2 teng -2 va x3 teng 3 natijalarini sistemaning birinchi tenglamasiga qo'yib, undan x1 teng 1 ekanligini topamiz. Demak, berilgan sistemaning yagona yechimi x1 teng 1, x2 teng -2 va x3 teng 3 bo'ladi. Xo'p. Bugungi o'tilgan ma'ruzamiz bo'yicha quyida nazorat savollari berilgan. Bu savollarni o'qib, bu savollarga javob topasizlar va bugungi ma'ruzani tushunish uchun mustahkamlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.